Hammaga salom do'stlar, kanalimizga xush kelibsizlar. Har doimda sizlar bilan mening kompyuterim kanali do'stlar. Bugungi videoda sizlarga macOS tizimini, ya'ni macOS Sonoma tizimini virtual mashinaga qanday qilib o'rnatishni hozir ko'rib chiqamiz do'stlar. Buning uchun bizga virtual mashinani o'zi kerak bo'ladi. Ya'ni men virtual mashina sifatida mana bu VMware Workstation Pro 17 dasturidan foydalanmoqchiman, VirtualBox emas. Bu dasturni o'rnatish bo'yicha demak kanalimda yo'riqnomalar bor, Telegram kanalimda ham demak topsangiz bo'ladi. Ishni biza birinchi o'chirda macOSni tizimini demak yuklab olishimiz kerak birinchi kompyuterimizga, keyin uni o'rnatish jarayonini ko'rib chiqamiz do'stlar. Buning uchun hozir mana bu saytga o'tishimiz kerak bo'ladi. TechRechard degan saytga o'tishimiz kerak va techrechard.com ga kiramiz do'stlar. Kirganimizda hozir ko'rsataman. Mana bu yerda Mac degan joyi bo'ladi. Mana shu Macdan Sonomani topamiz. Mana Sonomani topganimizda, demak do'stlar, mana bu yerda mana ISO file degan joyini ko'ryapsiz. Mana shunga bir marta bossangiz, undan so'ng mana shunday oyna ochiladi va bu yerda mana free download macOS Sonoma ISO file deb yozilgan mana. Demak emoji bilan ko'rsatib qo'yilgan. Mana shuni bir marta bosamiz. Va ko'rib turganingizdek mana bu yerda mana Google Drive va Mediafire degan demak linki kelib chiqadi do'stlar. Bu yerdan skachat qilib olish bilaman do'stlar, biroz qiyinroq, lekin kallani ishlatadigan bo'lsak demak yuklab olsak bo'ladi. Mana bu yerda mana ikkita silkani ham sizlarga tekshirib beraman, ishlayaptimi yo'qmi. Mana birinchisi mana Google Drive ga bosadigan bo'lsak ham, ikkinchisi mana Mediafire ga bosadigan bo'lsak ham, mana ikkalasi ham demak do'stlar ishlayapti. macOS Sonoma ISO by Techrechard deb yozilyapti. Bu demak Google silkasi ham ishlayapti. Mana bu yerdagi Mediafire silkasi ham demak ishlayapti do'stlar. Bu narsani demak xotirasi 15 GB ekan deyarli. Mana shu 15 GB ni demak biz birinchi kompyuterimizga yuklab olishimiz kerak bo'ladi do'stlar. Demak bu narsalarni men уже yuklab olib tayyorlab qo'yganman do'stlar. Hozir esa sizlarga endi o'rnatish jarayonini ko'rsatib beraman do'stlar. Endi do'stlar, hozir virtual mashinamizga qaytamiz. Ko'rib turganingizdek mana shunday 3 ta knopka bor va mana bu yerdan create new virtual machine deganni bosishimiz kerak bo'ladi. Bu yerdan mana bu typicalda qoldiramiz, birinchisida qoladi, next. Va mana bu yerdan installer disk image ISO file deyapti. Mana shu yerda biz do'stlar уже macOS tizimimizni kirgizishimiz kerak bo'ladi. Mana browse ni bosamiz va bu yerdan macOS tizimini hozir yo'lini ko'rsataman, qayerda turganini, ya'ni mana bu yerda macOS Sonoma ISO turibdi menda. Mana shuni belgilayman va demak kirgizib yuboraman. Shundan so'ng next ni bosishim kerak bo'ladi. Va mana bu yerda Apple macOS degan narsa chiqib keladi do'stlar. Mana shu Apple macOS da turadi va mana bu yerda ham macOS 14 ga qo'yishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni macOS Sonoma bu 14-versiyasi hisoblanadi. Shuning uchun 14 ga qo'yamiz. Va next ni bosamiz. Mana bu yerga macOS Sonoma deb yozib qo'ysak ham bo'ladi. Mana macOS 14 emas, Sonoma deb. Shundan so'ng mana location deyapti. Mana shu locationga bizani mana shu Sonoma tizimimiz qayerga demak saqlanib bo'lsin. Demak hozir virtual mashina yaratiladi. Mana shu joy qayerligini ko'rsatishimiz kerak. Browse va bu yerdan endi belgilayman. O'zimga kerakli joyini belgilab olsam bo'ladi. macOS Sonoma deb bitta papka ham ochib qo'yaman va shu yerga demak yuklamoqchiman. Va next ni bosamiz va bu yerda 80 GB xotira beramiz do'stlar. Mana bu yerdagi knopkaga ham teginmaymiz va next ni bosamiz. Shundan so'ng finish ni bosamiz do'stlar. Lekin finish ni bosganimizdan so'ng birdaniga kirib ketmaymiz. Biza hozir boshqacha bitta narsa qilishimiz kerak. macOS Sonomaga mishkani o'ng tomonini bosamiz do'stlar. Va bu yerda mana Open Vim Directory deb yozyapti. Mana shu narsani bosishimiz kerak bo'ladi. Demak, bosganimizda mana bunday narsalar kelib chiqadi va mana bu Vmix degan faylni ochishimiz kerak. Mana macOS Sonoma Vmix. Mana shunga mishkani o'ng tomonini bosamiz. Открыть с помощью, выбрать другие приложения va mana bu yerdan bloknotni belgilashimiz kerak bo'ladi. Va OK ni bosamiz. Bloknotni belgilaganimizda mana bu yerda passida mana floppy present false deb yozilgan. Mana shuni tagiga biz hozir bitta komanda kiritib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Demak, ushbu komandani kiritamiz do'stlar. Shundan so'ng bu yerda file saqlanib tugmasini bosamiz va demak bundan chiqib ketamiz do'stlar. Bloknotdan chiqib ketdim. Endi mana bu narsa ham уже kerak emas. Bundan ham X ni bosib chiqib ketaman. Endi virtual mashinaga qaytamiz do'stlar va mana bu yerda mana macOS Sonomaga o'tamiz
va mana bu yerdan power tugmasini bosishimiz kerak bo'ladi. Power tugmasini bosaman va kattalashtirib olaman yaxshiroq ko'rinish uchun. Mana enter full screen modga o'tamiz. Ko'rib turganingizdek, demak, macOS tizimi hozir ustanovka jarayonini boshlash uchun tayyorlanmoqda. Do'stlar, mana shunday oyna ochilganda, endi bu yerdan biz mana bu tugmani bosamiz. Keyingi do'stlar, oynadan biz mana bu yerdan disk utility ga kirishimiz kerak bo'ladi. Disk utility ga continue ni bosaman. Va bu yerda mana bu yerda VMware Virtual SATA deb yozilgan. Mana shu yerga erase tugmasini bosishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni bir marta format qilib olamiz. Va mana bu yerga macOS Sonoma deb yozib qo'yamiz. Va erase tugmasini bosamiz. Do'stlar, endi qizilni bosib chiqib ketamiz va install macOS beta ni bosishimiz kerak. Va continue ni bosamiz. Ushbu oynada agree tugmasini bosishimiz kerak bo'ladi. Va macOS Sonoma ga bellaymiz va continue ni bosamiz. Endi esa biroz kutishimiz kerak bo'ladi. Bu ancha vaqt oladi. Shuning uchun bu joyni demak videoda tezlashtirib yuboraman. Do'stlar, mana shunday oynaga yetib kelganimizdan so'ng bu yerdan biz davlatimizni belgilashimiz kerak bo'ladi. macOS contains a built-in screen reader called VoiceOver. If you know how to use VoiceOver, press Bu yerdan Command F5 O'zbekistonni now to turn it belgilayman on va and set up continue ni your Mac. bosaman. If Bu yerda ham demak continue ni bosishimiz kerak. Bu yerdan mana bu knopkani bosamiz. Bu yerda ham demak continue ni bosishimiz kerak bo'ladi. Va mana bu yerdan ko'k knopkani not now ni bosishimiz kerak. Va bu yerdan setup later ni bosamiz. Va bu yerdan mana bu skip tugmasini bosishimiz kerak. Va agree tugmasini bosamiz. Agree. Bu yerga do'stlar akkauntimizni nomini yozishimiz kerak bo'ladi. Va bu yerga parol qo'yamiz. Bu yerda ham demak continue ni bosishimiz kerak. Mana bu yerdan don't use ni bosamiz. Va continue ni bosib tashlaymiz bu yerga ham. Setup later va continue. Do'stlar, mana demak rabochiy stolimiz yuklandi. Endi esa hozir ozroq sozlamalari bor. Demak, ozroq qotyapti bu yerda. Mana shu qotishlarni biroz bo'lsa-da ham demak kamaytirishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun mana bunday Finderga kirishimiz kerak va mana bu yerdan mana bu knopkani bosamiz. Ya'ni mishkani o'ng tomonni bossak, eject, mana eject install macOS, mana shuni bitta bosamiz. Ya'ni diskni chiqarib tashlaymiz bu yerdan hozir. Endi ikkinchi marta mana Finderga kirganimizda o'sha narsa yo'qolib qoladi. Endi do'stlar, qaranglar. Biz virtual mashinamizni mana bunda tepaga ko'tarsak, mana bu yerda VM degan joyi bor. Mana shu VM degan joydan mana install VMware tools degan joyni bosishimiz kerak bo'ladi do'stlar. Shundan so'ng mana installni bir marta bosaman. Mana shunday oyna ochiladi va mana bu yerdagi install VMware tools ni bosishim kerak bo'ladi. Endi continue ni bosaman va bu yerdan install ni bosishim kerak. Bu yerdan demak akkauntim parolni so'rayapti. Akkauntim parolni kirgizamiz. Bu yerdan OK ni bosamiz. Va mana bu yerdan open system setting qilamiz. Demak, oyna ochiladi hozir. Tak, bunga indamay turamiz. Open qilamiz. Va mana bu yerda pastroqqa tushamiz. Mana pastroqqa tushganimizda mana system software from developer VMware was blocked deyapti. Mana shu yerga allow ni bosamiz. Va parolni yana bir marta kirgizamiz va modify setting qilamiz. Va bu yerdan not now ni bosib turamiz. O'zi yo'qolib qoladi. Endi do'stlar, mana bu yerda installation file deyapti. Demak, qaytadan o'rnatishimiz kerak bo'ladi. Close ni bosaman va qaytadan o'rnataman. Continue, install, parolni qaytadan kiritaman, install software. Ana endi do'stlar o'rnatib bo'ladigan bo'ladi hozir. Endi esa bir marta restart beramiz.
Parolni yozib, demak, akkauntga kiramiz. Bo'ldi do'stlar, demak, driverlarimiz o'rnatildi. Bemalol, demak, macOS tizimidan foydalansak bo'ladi do'stlar. Ya'ni bu hozir virtual mashinaga o'rnatilgan holatda bo'lyapti do'stlar. Mana tepaga mishkani ko'taradigan bo'lsak, mana bu knopkani bosadigan bo'lsak, mana full oynadan chiqadi va mana bunday ko'rinishda bo'ladi. Do'stlar, menimcha hammaga tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Video yoqqan bo'lsa videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Sizlar bilan esa mening kompyuterim kanal bo'ldi. Ko'rishguncha xayr.